Samarqandda sud zalida qamoqqa olingan erkak panjara ortida o'ziga tig'li buyum bilan zarar yetkazmoqchi bo'ldi. 46 yoshli ayblanuvchi Muqaddam bir necha bor sudlanib jazosini o'tab qaytgan bo'lsa-da, yana jinoyatga qo'l urgan. U bu gal yengil tabiatli qizlarga yordam berish niqobida tunda odamlarni kaltaklab, pullarni tortib olgan, bezorilik qilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudida sudlanuvchiga nisbatan hukm o'qildi. Hozir shu haqda. Samarqandda sud zalida qamoqqa olingan shaxs o'zini pichoq bilan jarohatladi. U Muqaddam 3 marotaba sudlanib jazosini o'tab qaytgan va xavfli retsidivist deb topilgan. Bu gal esa sudlanuvchi panjara ortiga kirishi bilan o'zini jarohatlay boshlagan. Sud hujjatlarida shunday deyilgan: 2024-yil 16-avgust kuni tun allamahalda urgutlik 3 erkak Samarqand shahrining temir yo'l vokzali tomonga borgan. Ular topgan yengil tabiat qizlar fohishaxona deb 46 yoshli sudlanuvchining uyiga boshlab borgan. Uyga kirishi bilanoq qizlar mijozlari bilan urushib qoladi. Shu payt qizlardan biri yangi mijozi bo'lgan 2 erkakning tanasining turli joylarini o'tkir tig' bilan kesib tashlaydi. Erkaklardan biri chap qo'li va ko'krak qafasi, ikkinchisi esa chap yelkasidan jarohat olgan. Janjalda qizlarga yordam beraman deb uyning egasi kirib keladi va mijoz sifatida kelgan erkaklarni urib, uyali telefoni va 1000 AQSh dollar pullarni tortib oladi. Kamga ularga tegishli avtomashinaning kuzov va oynalarini sindiradi. Telefon qildi, uyingga janjal bo'lyapti dedi. Nima ularga janjaliga qo'yishganim yo'q. Lezva, pezva bir ma'lni o'ziga men ikkovini ham lezva o'ryapman. Men lezva urmayman. Borsam eshikim ochiq. Uyimga janjal bo'lmayapti, tepaga janjal bo'lyapti, ko'chaga. Men bu yerga gunohim, kalit berganim, birtasini ro'yxatga kirgizganim bo'ldi. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudida odamlarning tinchini buzib, 3 erkakni boshlab kelib, ularni bezori tanishlariga urdirgan qiz va uning sheriklari sudlandi. Qizlar bilan borgan, qaysi biri ketib qolganmi, nima qilgan, ular ichgan bo'lgan ballar. Urmoqchi bo'lgan, bu lezva tortgan qo'liga. Men ko'chadan o'tayotgan oxirida u yana men ushdan ketgandan keyin yana janjal bo'lgan u yerda. Sud ishda keltirilgan dalillar, ekspertiza xulosalari va guvohlarning ko'rsatmalarini tinglab, so'nggi hukmni e'lon qildi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 164-modda 2-qismi amalda, 277-modda 2-qismi bir bandlardan nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topilsin. Sud tomonidan tayinlangan jazoga jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudining 2024-yil 10-iyun kundagi kundan tayinlanib o'talmay qolgan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzr kesib 5 yil 1 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Hukmga ko'ra Muqaddam bir necha bor sudlangan 46 yoshli xavfli jinoyatchi sud zalidan qamoqqa olindi. U qanchalik noroziligini bildirmasin, jinoyat uchun jazo muqarrar. Endi u umrining 2 yilini maxsus tartibdagi qamoqxonalarda o'tkazadigan bo'ldi. Mo'tabar Nurmuhammedova, Ozodbek Nurmuhammedov, Samarqanddan.